Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi kuningiz xayrli, barakatli bo'lsin. Yana Xanqa tumanida, Xorazm viloyati Xanqa tumanida shunday skuter mototsikllarning har xilisidan bor. Bemalol shu telefonlarga murojaat etsangizlar, sizlarga olishingizga yordam beraman. Bemalol telefon uraversa taksi xizmatlari ham bor. Bo'lgani bir pasport evazini olishlaringiz mumkin. Bemalol murojaat etavering, hozir oldik. Ne qaragan mototsiklingizdan bor ekan. 2,5 million so'mdan boshlaydi. 3,5 million, 4 million, 4,5, 5 million qalagan xili mototsiklingizdan bor yana. Xanqada bemalol kelaverasizlar. Har xil mototsikldan bor yana. Bu yerda bir zo'r yeri, shu masalan, hamma skuterlar olaman desangizlar, pasportingiz bo'lsa bo'ldi ekan. Pasport olib kelasizlar. Pasportingizni olib ketaverasizlar. Bemalol hozir jo'ramizga, davlat jo'ramizga olib berdi meni. Davlatga ham qaynotasini ham har qaysi bir shu skuterdan oldilar. 4,5 million so'mga birda oldilar, 3,5 million so'mga birda oldilar. Bemalol murojaat etaverasizlar. Shuga kelish, men nomimdan kelsangizlar, o'zlarining shu taksi xizmati bor. Olib kelib, shu yerda gaplashib, olib berib ketishim mumkin. Masa gelir, masa gelir.